Puldan guldasta yasash taqiqlandi. Keniyada yangi cheklov kuchga kirdi. Keniyada pul bankomatlaridan guldasta va bezaklar tayyorlash rasman qonunga zid deb e'lon qilindi. Endilikda bunday holatlarga yo'l qo'ygan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, so'nggi paytlarda ayniqsa Valentin kuni arafasida shilling bankomatlaridan guldasta yasab sovg'a qilish holatlari ko'payib ketgan. Bu esa mamlakat Markaziy banki va huquq-tartibot idoralarining e'tiborini tortgan. Amaldagi qonunchilikka muvofiq milliy valyuta bankomatlarini shikastlash, kesish, buklash yoki ularni yaroqsiz holga keltirish qat'iyan man etildi. Pul davlat mulki hisoblanadi va undan bezak sifatida foydalanish qonun buzilishi sifatida baholanadi. Qonunga ko'ra, qoidabuzarlarga 3 oygacha ozodlikdan mahrum etish, 2000 shilling miqdorida jarima yoki ushbu jazolarning ikkalasi birgalikda qo'llanishi mumkin. Mas'ul idoralar fuqarolarni qonunni hurmat qilishga, pul bankomatlaridan faqat to'lov vositalari sifatida foydalanishga chaqirmoqda. Mutaxassislar va romantik sovg'alar tanlashda qonuniy va muqobil variantlarga ustunlik berishni tavsiya qilmoqda. Rasmiylar ogohlantirishicha, nazorat kuchaytiriladi va bunday holatlarga nisbatan murosasiz choralar ko'riladi. Ushbu xabarni ko'proq insonlar ko'rish uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.